Turkiyada bitta qo'rquvimni yengishga harakat qildim va bu oson bo'lmadi. Bu ko'pchilikda uchraydigan qo'rquv. Videoni oxirigacha ko'rib bilib olasiz. Juda erta uyg'onib yo'lga tushdik. Gavjum Istanbulni tinch, sokin ko'rish juda yoqdi. Ertalablari odam kam bo'lar ekan. Kemaga o'tirib manzilimiz tomon yo'l oldik. Magazinga kirib u bu narsa sotib olib, ozgina nonushta qilish uchun bo'rekchiga kirdik. Yana avtobusda yo'limiz davom etdi va nihoyat 1 soat deganda manzilimizga yetib keldik. Dengiz, plyaj. Bu ikki so'zni bog'lovchi 3-so'z bu albatta suzish. Ha, mening eng katta qo'rquvim bu suzish. Yana kimda shunaqa vaziyat? Kiyimlarimizni almashtirib, birin-ketin suvga kirishni boshladik. Aksiga olib havo bulut. Suv yanada sovuq. Suvning sovuqligini ko'rib qaytib chiqdim. Bu yerga kelishdan oldin juda jasur edim. Suvga kiraman, mazza qilib cho'milaman. Chuchvarani xom sanabman. Dengizni ko'rib quyon bo'lib qoldim. Ezozani bahona qilib quchoqlab o'tirdim. O'g'lim umuman suvdan chiqmadi. Suvga bor yo'g'i 2-3 marta kirgan bo'lsam ham asablarim shunaqa dam oldi. Dengiz, toza havo insonni davolar ekan. Bejizga bunday deyishmas ekan. Bilasizmi? Bu yerga kirish mutlaqo tekin edi va plyajning qumi juda ham yaxshi edi. Umuman toshi yo'q edi. Turkiyadagilar kommentda manzilni bilish uchun yozib qoldiring. Mehmonxonaga qaytib borib, ozgina dam olib, kechki Istanbulni yana tomosha qilish uchun Aquafloria degan savdo majmuasiga bordik. Dugonam bilan yana uchrashdik. Kofe ichdik va kunimizni unutilmas qilib yakunladik. Meni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va tekin like ni bosishni unutmang. Keyin emas-ku. Görüşürüz.